Niyozova Nilufar, 47 yoshman. Rak bo'ldim. O'sha o'simta paydo bo'ldi. O'simtadan keyin ximiyalar oldim. Suyak bo'yicha. Yo'q, menda boshqa ko'krak bo'yicha bo'ldim. Ximiyalar oldim. Ximiyadan keyin menda osteoporoz boshlandi. 1 yildan keyin, даже 2 yildan keyin suyagimga metastaza berdi. O'sha men doktor oldi, yig'lab bordim. O'sha payt pandemiya boshlanib qoldi, hech qayerga keta olmayman. Doktorga bordim, ximiya qilamiz deyishdi, yana ximiya olishni boshladim. O'sha bilan bitta ayol menga maslahat berdilar, shundan iste'mol qiling. Ximiyani ham oldim, u yerda lecheniyani ham qilib buni ham olib ichirdim. Birinchi bo'lib men kalsiyni ichdim, oldiniga bittadan ichdim, keyin to'g'risini aytaman, ikkitadan ham ichdim. Chunki ertalab kechqurun menda juda ham kuchli og'riqlar bor edi, suyaklarim juda ham og'rirdi. Men o'tira olmasdim. Hammaga orqamni sila, oyog'imni sila deb og'riqdan o'sha tramadolga o'tgandim. Tramadol ichmasam yashay olmas edim. Polni tramadolga o'tirib olgandim. Даже 3 mahallab ichardim. Mahsulotimiz bilan birgalikda vrachlarimiz sizga yozib bergan dori-darmonlarni ham davom ettirgansiz. Davom ettirdim. Ximioterapiyada endi men ximioterapiya fonida buni ichdim. Tushunarli. Ximioterapiyani bu bilasiz, bu juda ham qiyin o'tadigan muolaja, o'zi aslida juda ham og'ir. Chunki organizm o'sishda to'xtatib qo'yib turib, qaysi hujayralarni o'ldirib, keyin rivojlanib ketish kerak. Bu meni ushlab turdi. Keyin borib yana boshqatdan anaqaga tushsam, hech qanaqa metastaza yo'q. Hadash vrachim hayron qoldilar. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? 6 oy oldin diskini olib ko'ryaptilar, qayta kompyuterga tiqib, 6 oy oldin bo'lgan narsa mana hozir yo'qdi. Men o'zim ham hayron qoldim. Chunki faqatgina ximioterapiya uni to'xtatib turish uchun men olganman. Uni hech qanaqa yo'qotib yuboradigan anaqasi yo'q edi ximioterapiyani. Shunaqa qilib keyin buni ichdim. Undan keyin 6 oyni ichib tugatgandan keyin kumnizinga o'tdim. Har doim ovqatdan keyin ertalab azonda ichib olaman. Anaqa nonushtadan keyin ichaman. Yaxshi, yurak davleniyam oshardi, hozir oshmaydi davleniyam ham. Ximioterapiyadan og'ir muolaja, ximioterapiyani fonida menda qandli diabetim rivojlandi. Qandli diabetda menda 18 ga chiqib ketganda, glyukozam keyin shu riski ozib ketishni boshladim. O'sha kumnizinga o'tib oldim. Uni ichdim, o'sha orasida insulinimni ham olib yurdim. Hozir insulindan chiqib ketganman. Dorimni menga hozir yana yozib berishgan, 1 kun ichsam 2 kun ichsam chiqib qoladi. Allohga shukr, sahrim ham hozir oshmaydi. Kalsiylarim hammasi joy-joyida chiqqan. Menda organizmimda o'sha ximiya olgan paytda hamma qon anaqalarim strukturasi o'zgarib ketgan. Hammasi joyiga tushgan. Juda ham yaxshi yuribman. Men turib yurmasdim. Yurib ketdim mana. Hozir yurib o'z oyog'im bilan oldinglarga keldim. Yo'q, men bunaqa firma borligini bilmasdim. Men buni faqatgina internetda sotishadi deb o'ylardim. Endi shu Alloh taqdiri bo'lsa kerak, meni sizlar bilan uchrashtirdi, kelib o'zim ko'rganimda o'zim hayron qoldim. Men buni ichib yuraman, lekin bu meni shu ichib yurganimni hech kim bilmaydi. Men ham bularni bilmayman, qayerdan o'tganimni ham bilmayman, lekin ichaman shuni deb o'zim keldim oldinglarga o'shancha. Xulosa sifatida aytadimki, men juda ham foydasini ko'rdim. Chunki kalsiy hech qachon vitamin D siz u so'rilmaydi organizmga. Bu lekin so'rildi. Menda osteoporozim ham to'xtadi. O'sha ximiyani fonida osteoporoz bo'ldim. Qandli diabet bo'lib qoldim. Chunki men 24 ta ximiya oldim. Ularni boshimdan o'tkazish oson bo'lmadi hammasini. Keyin Allohga shukr, shu kunlarga mana yetib kelib o'tiribman. Barizga shukr, siz bilan tanishganimdan avvalambor xursandman. Yana bir karra korporatsiyamizning bu ajoyib mahsulotlari bizni kompaniyamiz tomonidan taqdim qilinyapti. Sizni jamoamiz nomidan sog'lik tilaymiz. Ana bu kelgusida o'z ishlaringiz bor ekan, rivojlanish tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Choy ichamiz.